Assalomu alaykum aka parvozlar. Bugungi chisla 18-may 2026. Ko'k Jigulida holati. Hozirgi bitta syomka tashladim. Buni tepasida turibdi. Shunda qiynalib urishgan. Uni ham qochirib yutgan, qochirib chiqarib yuborgan, lekin bitta shunga qiynalib urishgan. Eski videolardan sizlarga tashlab qo'ydim. Endi xabaringlar bor. Bu bo'yalgan, boshqa bo'lgan, to'shoqlar qo'yilgan. Yana urushaman deyapti. Endi o'tgangi cho'ja bo'lganda bu. Mana endi hisobda yoshiga to'ldi bular. O'tgangi noqiron cho'ja bo'lgan. Hali bixmiq kesilmadi, boshqa bo'lmadi. Shu tumshug'i birak bo'lgan. Tumshuq qo'ydirganmiz bunga. Ish holatda ham bo'yalib, shunda ham yutdik. Ammo badallari zo'r bo'lib qoldi. Bu faqat bolaga, o'zimiz Qozog'iston Respublikasiga berib, o'zimiz qaytarib oldik. Endi yangi obunachilarimiz juda ko'p. Tanishtirib o'tyapman bir qator. Ular eskilar hammasi 5 qo'l deb bo'ladi. Ko'k Jiguli. Bunaqa 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta emas, yutug'i juda ko'p. Bu zo'r. Buni bolalari ham zo'r bo'lyapti. Ancha bu katta edi. Bolalar urushayotgani uchun. O'zi zo'r bo'lib, bolalari urushmayapti, emas-ku, bolalari ham urushyapti.